Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qarshingizda Sherzod Sobirov. Mana ushbu hozirgi mana shu muborak oylarda, ya'ni Ramazon oylarida turibmiz. Agar sizda mana shu tibbiyot tomonidan taqiqlanmagan bo'lsa-yu, lekin siz roza tutishga harakat qilyapsiz, lekin buni imkoniyati bo'lmayotgan bo'lsa, albatta bu bejizga emas. Buni sababi bor. Chunki bu holatda mana shu Ramazon oyi boshlangandan beri hozirgacha mana yaqin 15 ga yaqin bemorlar mana o'zlari xolis aytishdi, mana shu tibbiyot tomonidan hech qanday taqiq bo'lmagan, masalan, tibbiyot tomonidagi kasalliklar bir alomati bo'lmagan, lekin roza tutishga umuman nimalari qolmagan, ishtiyoq yo'q. Xohlashadi, lekin tutisha olmaydi. Aynan o'sha ertalab saharlik paytida turamiz deyshadi, lekin tura olmasdan quvvatsizlik his qilib o'zlarida. Mana shu quvvatsizlikka ortidan mana shu o'qitgan onaxonlarimiz va xonadonimga kelib o'qitganlar mana shu o'zlari albatta shu narsani guvohi bo'lishyapti. Shu o'rinda aytaman, mana shu tibbiyot topolmagan kasalliklardan juda ko'p savol berishyapti. Bu sababi nima va boshqa va hokazo deb. Endi qarangda, bu olamda qaytarib aytaman, ikki xil kasallik bor xolos. Biri tabobat, biri tibbiyot. Tabobat deganda ko'pchilik mana bu giyoh orqali deb tushunishar ekan. Bu giyoh orqali emas. Tabobatda yo'nalishi ko'p bo'ladi. Ya'ni boshqa tibbiyotda holatidagi tashqaridagi holat degan nuqtai nazarda tushunish kerak. Ya'ni faqatgina mana shu giyohlar bilan yoki bir muolajalar bilan emas. Mana juda ko'pchilik aytishyapti, bormagan joyim qolmadi, doktorlarga va hokazo deyishyapti. Marhamat, avval o'zingiz eshiting va o'zingiz guvohi bo'ling. Ruqiylar menga rosa shifoyi komil bo'ldi. Tanam yayradi, maza qilib eshitdim. Hamma oyog'imdan bir nimalar chiqib ketganday bo'ldi. Oyoq qo'llarimdan tutovlarim bo'lardi qo'limda. Ular hammasi mendan chiqib ketganday bo'ldi. Doktorlarga ko'p borganman, rosa lecheniya olganman, hech ham foyda bo'lmagan. Hamma oyog'im, tanam butun zirqirab og'rardi. Boshimdan shu oyog'im uchigacha bo'lgan butun a'zoyimda og'riq bo'lardi. Mana hozir yengil tortdim. Eshitib maza qildim. Sizlar ham boringlar. Shifoy komil topasizlar. Alloh kalomi baribir shifo bo'ladi. Ilohim bolamning jonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, martabalari bundan ham baland bo'lsin. Hamisha el yurt xizmatida bo'lsinlar ilohim. Ilohim har doim charchamay bolalarga bosh buyursinlar, charchamaslar, har doim hamisha el yurt xizmatida bo'lsinlar. Doim duo qilaman, ilohim. O'qigan ruqiyalar ham shifo bo'lsin, ilohim tan jonlari sog' bo'lsin. Bugungi Qora akani o'qishlarida yana shunday kekirik, kechagidan ko'proq esnash, keyin ko'krak qafasimda bunday qandaydir og'riqli bir qisilishlar bo'ldi-da, ancha bugun kuchliroq nimaroq bo'ldi, qiyinchilikroq bo'ldi nimam. Qornilarim nafas olayotganimda kuchli qiynalibroq nafas olib nima qilayotganim qornimdan bilinib nima qilib turdi. Shunday, Alloh rozi bo'lsin, sog' bo'linglar. Yonimda o'tirgan, qarab turganlar ham qorning juda ham baland ko'tarilib tushib turdi, nafas olishing shunday nimalari sezilib turdi deb aytishdi. Bugun sal kechagidan nimaroq kuchliroq ozgina qiynaldim. O'zingiz eshitdingiz, mana shu onaxonlarimiz uchun, yosh kattalar uchun masofaviy mana shu uylarda turgan holatlarda shifo topishyapti. Avvalo Alloh shifosini bersin. Men ham bir sababchiman va meni Alloh Robbil alamin
o'zi meni sababchi qilib qo'ygan kunlarga shu alhamdulillah behisob o'ziga shukrlar bo'lsin. Bu bilan demoqchimanki, mana shu yoshi katta otaxonlarimiz, onaxonlarimiz uchun albatta imkoniyatlar yaratib qo'yganmiz. Shu o'rinda yana qaytarib aytib o'taman. Roza tutishga masalan tutyapsiz, lekin holsizlanib qolyapsiz, quvvatsizlanib qolyapsiz. Inson avvalo hali ko'zi ko'rmasdan turib, faqatgina eshitib turib, o'zi guvohi bo'lmasdan turib, bir nimani nima deydi, o'zicha qaror chiqarib fikrlab olmaslik kerak. Birovni ustidan yo bu narsa bo'lishi mumkin emas degan fikrga borib qo'ymaslik kerak. Avvalo birinchidan Qur'on albatta shifo, ikkinchidan mana shu insonlarni hali bilmagan Allohning mo'jizalari ko'pligi, Allohning bu insonlarga avvaldan mana shu belgilab qo'yilgan mo'jizalari ko'pligini hali ko'pchilik bilmaydi. Men yana qaytarib aytaman, eshitganmisiz mana shu masofada turgan holatda shifo topgan bemorlarni? Agar eshitgan bo'lsangiz, qayda va qachon va qaysi holatda bo'lgan? Marhamat kommentariyaga yozib qo'ying. Shu o'rinda aytaman, yana mana shu juda ko'p yoshlarimiz asosan mana shu o'rta yosh 20 yoshdan toki 40-45 yoshgacha aka ukalarimiz, opa singillarimiz kelishdi, dam soldirishdi. Masalan, shu paytda o'zlari aniq his qilishdi-da. Biz boshqa kimlargadir o'xshab, ya'ni senda sehr bor ekan, senda falon narsa bor ekan, senda ziyon bor deyilmaydi. Bizda faqatgina mana shu ruqiya davomida isbot, dalil va asos bo'ladi va bemor o'zi his qiladi. Kimlardir avvaldan gapirib qo'yishar ekan, bunaqa sanda shunaqa bor deb. Yo'q. Bizda shaxsan avval bemor o'zi his qiladi shu narsani, o'zi aytib beradi va unga qarab turib nima bo'lganligi haqida, hattoki Alloh Robbil alaminni o'zini izni bilan mana shu ruqiya o'qilayotgan paytida juda ko'p narsaga guvohi bo'lishdi. Hattoki mana shu hoji onalarimiz Ka'batullohlarda yurishgani, tavof qilishayotgani va holanki mana shu sehr qilinganlar o'zlarini qabristonlarda ko'rishgani, 5-6 metrlik katta ilonlar masalan hamla qilayotgani aniq yaqqol xuddi ko'z o'ngida haqiqiy hayotda bo'layotganda mana shunda his qilib turishadi. Bu fakt, bu aniq asos. Chunki Alloh shuni xohladi va shu narsani o'zi ijobatini berdi va shuni ortidan shu insonlarga kim, qachon, qayerda sehr qilgan bo'lsa yoki qayerdadir masalan bexosiyat, xosiyatsiz joylarni bosib o'sha joylardan kesib o'tgan bo'lsa, ayniqsa mana shu onaxonlarimiz, ayollar, ya'ni mana shu shomdan keyin chiqib shu yurgan paytlarda qayerda nima bo'lganigacha mana Alloh guvohligida aytaman, juda ko'pchiliklari o'zlari shu narsani bilib turishdi va buni isbot dalili keldi. Agar sizda ham taqiq qo'yilmagan bo'lsa, tibbiyot tomonidan roza tutmoqchisiz va buni ortidan o'ylayapsizki, roza tutsam, erta qornim ochib qoladi, men quvvatsiz bo'lib qolaman deyotgan bo'lsangiz, men albatta mana shuni avvalo quvvatingiz keladi va mana shu muborak Ramazon oylarida roza tutishingizga men inshaalloh ishonib va ishonch bilan aytyapman. Avvalo Allohim barchangizga sog'lik salomatligini bersin. Kelasi dasturlarimizda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.